maktabda o'qimaganman. Nimaga? Maktabga Maktabga bormagan. olishmagan. Qizi sekin yuradi, olmaymiz o'rgashni. Hech ham o'qishni bilmaysizmi? Uyingizga ham kelmaganmi o'qituvchi? Yo'q, uyga kelmagan o'qituvchilar. O'zingiz uchun nima olasiz shu pensiya pulingizdan? Nimaga ishlatasizlar? Doriga ishlatamiz. O'zingizga kiyim, shunaqa narsa olasizmi, olmaysizmi? Olamiz har zaman. Shu ozigim ayamni uyimiz o'g'nashi, ayamni hojiga jo'natishi. O'zingiz uchun. O'zimmi? Men ham yaxshi ko'ylakga tegishimni xohlayman. Xo'jayinim 98-yil 6-aprelda o'tib ketdi. Qani sezmoqlari ko'chalariga dori chochib, o'tib ketganda. Dori ta'sir qilganmi Dori ta'sir deysiz? qilgan. Odamda yurdi, samolyotlardan yurdi, hamma sizlar. Necha yil ishladi? Necha 98-yil o'tib ketdi. Pensiyaga ham chiqmagan edi. Chiqmagan edi. Hech davlat hech narsa yordam bermadi sizga. Men xo'jayim bormoqda, olmoqda. Hozir bu xo'jayim berardi, xolos, unaqa masala yo'q berardi, unaqa. Qizim ham kichkina edi. Qizingiz kichkina edi. Mana nisbatan odamlarning mana hujjatlar keldi. Mana shu uyda o'tirardi, mana shu uyga chiqib qo'ygan. 9 ta bolam bor. Kimi? Mana qaynog'imlar. Hozir xotin o'tib qo'ygan, umar xotini bor. Sizlar keyin bu yoqqa Mana ochxona edi, ular bilan. Qator omborxona, ochxona nima edi? Mana shu yerga chiqarib qo'ygan. Ular bilan. Mana qaynog'im ochxona. Keyin buni uy qildingiz. Mana shu uyga chiqarib mana shu yerga o'tirib ochib. Siz o'zingiz nima ish qilardingiz? O'zingiz o'tgan. Kolxozchilar. 55 dan chiqib pensiyaga. Qancha olasiz pensiya? Hozir 8 qancham bo'lib, 40 o'tib ketdim, levaga naql tayyor pul berardi. 40 shu yoqda ham zotlarda ishlardim. Og'ir ishlar ishlar. Galiga 40 pensiya bolalar ishlaydi. Bitta qizingiz bor. Bitta qizim bor, boquvchim yo'q. O'tirsa televizorga tushiradim. Aytlarim telefon mana 15 minut o'tib mana oyog'im sindi, yerkam sindi, belim sindi, yonboshim. Qayerda sindi? Ana nimada 89-yil Buloshga borib kelib, Buloshga sinib qoldi. Undan keldi, Tiyaga borib, mana asha Shirpetda doktorlarga borib, Andijonga borib, tamaga tushib kelgan dedi. Tamaga tushib kelib, yo'qlab kelyapti. Maslahat tunji qilib tushdi. Mana shu tamam to'n sinib qoldi. Shuni tayyorgan kunlarim bo'ldi. Uyda nima ish qilasiz? Uyda yo'q, tamam to'lam yo'q. Ish qila olmaysiz. Ishqilarning yo'qdan to'laman ana. Ijtimoiy nimadan kelib qarardik-ku bu opaga. O'shalar kimga qo'ydi, o'shanga men ham nima kimga qo'ydi desam, kim biladi, mahalla kompyuterdan yo'q qo'yish shekilli edi-da, nima qilish mumkin. Birga kirdim. Turmushga chiqqanmisiz? Turmushga chiqdim. Qayerga chiqdingiz? O'shga. O'shga qancha yashadingiz? 4 yil yashadim. 4 yil yashadingiz. Ajrashib ketdingiz. Nimaga? Bolam yo'q, Ha, bolalik bo'lmadingiz. Qaytib keldingiz keyin. Keyin qaytib keldim. Nechinchi yilda turmushga chiqdingiz? 2000-yilda to'yim bo'ldi. Yoshligimda sari bo'lganman. Asha doktorda yotganman. Doktorlar nervimni kelib qo'yishgan. Asha og'rib qolaman-da ko'p. Hozir jigarim og'rib turadi. Nechinchi gruppa Nodirxon? Ikkinchi gruppa. Ikkinchi gruppa. Pensiya olasizmi? Qancha olasiz? Bilmayman, men ham ko'p. O'qimaganman-dan birinchi sinfga. Maktabda o'qimaganmisiz? Maktabda o'qimaganman. Nimaga? Maktabga bormagan. Maktabga olishmagan. Nima deyishgan? Qizi sekin yuradi, olmaymiz o'rgashni 2 yoshligimda pensiyaga o'tkazish. Hech ham o'qishni bilmaysizmi? Uyingizga ham kelmaganmi o'qituvchi? Yo'q, uyga kelmagan o'qituvchilar. Hozir pensiyangizni qanday onangiz oladimi? Onam oladi. Televizor ko'rasizmi? Televizor ko'raman. Nimani yoqadi sizga televizorda masalan? Eng yaxshi ko'rgani bir ko'rsatuvingiz nima? Eng kamsi ertalab salam uxlamaysiz, kinolar ko'raman. Kinolar ko'rasiz. Eng yaxshi ko'rgan kinongiz qaysi? Hozirgi asal kinosi. Qancha oladi qizingiz? 1 milliondan oshiq oladi. 1 milliondan oshiq olar ekansiz, ha?
O'zingiz uchun nima olasiz shu pensiya pulingizdan? Nimaga ishlatasizlar pensiya? Doriga ishlatamiz. Ya'ni o'zingizga kiyim, shunaqa narsa olasizmi, olmaysizmi? Olamiz har zaman. Ko'mir olsak ko'mir olamiz. Qancha go'sht olasizlar bir oyda masalan? Bir oyda bir hafta olamiz. Bir marta olasizlar. Yo'qlaganlar yo'qlagan berib qarashini yeymiz. Bu yerda hozir kim bilan, ayingiz bilan yotasizmi? Ha, ikkimiz Ikkilar ayam ikkimiz. yotasizlar, a? Ayam ikkimiz yotamiz. To'shak ham yiqilmoqda. Hozir uyda o'tirasizmi yo ishlaysizmi? Uyda emas, ishlayman. Hozir ish yo'qchi uyda edim. Nima ish qilasiz? Asha bular yong'ozlarda ishlayman. Qayerda yong'oz? Nima ish qilasiz? Idish yuvasiz? Deyishyapman. Qancha olasiz? Odam bo'lsa berishadi, odam bo'lmasa yo'q. Nima deganingiz? To'y bo'lsa? Ha, to'y bo'lsa qancha bersa. to'laydi bir kunga? Bir kunga 100 mingdan to'lashadi. 100 ming olasiz. Ertalab nechidan nechigacha ishlaysiz? Ertaman 6gadir. 6dan kechqurun? Kechqurun 6dada. 6dan 6gacha ishlaysiz 100 mingga. Yozishni, o'qishni, o'rganishni xohlaysizmi? Hech shuni o'yladingizmi? Yozishni, o'qishni o'yladim, keyin eplolmadim-da. Kim o'rgatmoqchi? Birortasi o'rgatmoqchi yo o'zingizmi? O'zim, o'qituvchilar kelmaganda o'rgatgan. Biror bir xayolingiz, orzungiz bormi? Shu orzugim ayamni uyimiz o'g'nashi, ayamni hojga jo'natishi xohlayman. O'zingiz uchunchi? O'zim uchun. O'zingiz nimani xohlaysiz, orzu qilasiz? Ayam baxtimga sog' bo'lsa. O'zingiz uchun? O'zimmi? Men ham yaxshi ko'ylakga tegishimni xohlayman.